Assalomu alaykum. Harakatdan to'xtamaydigan ingliz tilini sevuvchi qadrli bilag'on o'quvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda can mavzusini o'tamiz. Can mavzusi bu ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan modal fe'llaridan biri hisoblanadi. Bu juda ham oson mavzu. Can'ni biz 3 ta holatlarda qo'llaymiz. Demak, 3 ta holatda qo'llaymiz. Birinchisi bu qobiliyat. Insonni ham aqliy, ham jismoniy qobiliyatlarini ifodalab beradi. Aqliy qobiliyatlarni ifodalashi, masalan, aqliy qobiliyatlaringizga sizni o'qishingiz, tushunishingiz, bular sizni aqliy qobiliyatlaringizga kiradi. Yugurishingiz, suzishingiz, bular sizni jismoniy qobiliyatlaringizni ko'rsatib beradi. Ruxsat ma'nosida keladi. Biror ishga ruxsat so'rash yoki ruxsat berish. Masalan, can I go out? Chiqsam bo'ladimi? You can come in. Kirishingiz mumkin. Uchinchi holati bu imkoniyat. Ya'ni biror narsa mumkinligini bildiradi. It can be dangerous. Bu xavfli bo'lishi mumkin. Can'dan qanday qilib gap tuzishimiz mumkin? Ushbu savolingizga hozir javob olasiz. Can'ning darak shakli qanday yasaladi? Darak shakli ega birinchi yoziladi, ya'ni subject birinchi keladi. Egadan keyin can modal fe'li, can modal fe'lidan keyin fe'lning birinchi shakli yoziladi. Can mavzusidagi asosiy qoida bu. Can modal fe'lidan keyin har doim fe'lning birinchi shakli yozilishi shart. Masalan, I can drive a car. Men mashina hayday olaman. Inkor shakli qanday yasaladi? Inkor shakli not qo'shimchasidan foydalangan holatda inkor shakli yasaladi. Bunda ega birinchi yoziladi. Egadan keyin can modal fe'li, not qo'shimchasi va fe'lning birinchi shakli. Masalan, I cannot ride a horse. Men otga mina olmayman. So'roq shakli egadan oldinda yoziladi. Birinchi can yoziladi. Can'dan so'ng egadan keyin fe'lning birinchi shakli keladi. Masalan, can you speak French? Siz fransuz tilida gaplasha olasizmi? Ha bo'lsa yes I can, yo'q bo'lsa no I cannot. Demak, bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.